yomonlashda emas. Bu narsani ko'rmadim, qo'limga olmadim. Shu bir marta больницаga yotib qolganimizda og'ir kasal bo'lib ikkita bolam bilan yotib qoldik больницада. Shunda yankamning qo'liga 600 ming so'm berildi. Vaholanki shot boshqacha bo'lgan, vaholanki dorilar 600 ming so'm berib, shunda ham nimaga kelgan u odam? Men bitta qiz bilan yashayolman, nikoh o'qitib qo'ydim degan ma'noda qilyapman-da. Bu pul bergani kelibdilar, yo yengillikni aytgani keldilarmi deyapman-da. Keyin endi tipa qizim gapirma, kelinim eshitmaganda, hali bu yankam kelib menga gapiradi. Ha, omadini bersin deb biz bu yoqda ikkita bola bilan больницада yotibmiz kasal. Endi aytmoqchi edim, shu endi больница nohaqlik bo'lib qolmasin deyapman-da, eshitsin, o'sha 600 ming berganman degan gap o'tib ketmasin deyapman.